Assalomu alaykum. Bugun Toshkent traktor zavodida ishlab chiqarilgan o'z sinfida eng chaqqon traktorlardan biri bo'lgan New Holland TD5 110 traktorini ko'rib chiqamiz. traktor 4 silindrli 3.9 litrli turbo dizel dvigatel bilan jihozlangan bo'lib, bu esa 110 ot kuchini ta'minlaydi. Dvigatelning aylanish momenti yuqori bo'lib, og'ir ishda ham quvvatni yo'qotmaydi. Yoqilg'i sarfi ham samarali. Dvigatel Tier 3 emissiya standartlariga javob beradi, ya'ni atrof muhitga zararli gazlarni kam chiqarishini ta'minlaydi. Ayniqsa og'ir texnikalarni tortayotganda notekis yo'llarda yaqqol farq seziladi. Uskunalarni ulash juda oson. Tashqi gidravlik ulagichlar va masofaviy boshqaruv klapanlari qulay joylashgan. Operator uchun qulaylik muhim omil hisoblanadi. TD5 110 bu talablarni qondiradi. Kabina keng, panorama hamma tomonlama ko'rish imkonini beradi. Bu ish jarayonini xavfsiz qiladi. Moslashuvchan o'rindiq, ergonomik boshqaruv elementlari va o'qilishi oson panel charchoqni kamaytiradi. Konditsioner va ovoz tizimi ishlash sharoitini yaxshilaydi. Traktor 76-90 sm qator oralariga ishlov berishga to'g'ri keladi. New Holland TD5 110 kuch, ishonchlilik va operator qulayligini mujassamlashtirgan yaxshi traktor. Eng yangi model bo'lmasa ham sinovda o'tgan dvigatel va sodda texnologiyalar sababli fermerlarimiz ishonchini qozongan. Agar sizga ko'p qirrali, samarali traktor kerak bo'lsa, New Holland TD5 aynan siz uchun. Qo'shimcha ma'lumotlarga ega bo'lish uchun quyidagi raqamlar bilan bog'laning. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Ko'rishguncha.